Kun hadisi. Qur'onga mohir kishining hamda unda tutilib qoladigan kishining fazilati haqida. An Aisha radhiyallohu anha qalat: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safarati al-kirami al-bararah. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه مسلم. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Qur'onga mohir kishi oliy janob, mukarram elchilar, ya'ni farishtalar bilan birgadir. Mashaqqat bilan tutilib o'qiydigan kishiga esa 2 ajr bor, dedilar. Muslim rivoyati. Izoh: qiynalib o'qiydigan kishi ham o'qigani, ham mashaqqatga sabr qilgani uchun 2 ajr oladi. Ammo buni Qur'onga mohir kishining ajridan 2 barobar ko'p deb tushunmaslik kerak.